Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlarga multiple choice bo'yicha qanday qilib to'g'ri ishlash kerakligi bo'yicha dars o'tib beraman. Ya'ni multiple choice 5 dan 5 ta yoki 10 dan 10 ta to'g'ri javobni qanday topish mumkinligi haqida darslikni tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, inshaalloh sizga foydali bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda bizda multiple choice da e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joylari bor. Ya'ni bilasiz, har doim sizda har bir savol turi boshlanishidan oldin 30 daqiqa yoki 30 sekund yoki 40 sekund mobaynida sizga vaqt beriladi. O'sha savollarni ko'rib chiqishingiz uchun aynan o'sha paytda siz har bitta savolni, variantlarni barma-bir o'qishga vaqtingizni sarflashingiz bu juda ham noto'g'ri. Multiple choice savol turida eng asosiy narsalardan biri, bu birinchi o'rinda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa mana bu. Ya'ni nima haqida men eshitaman, listening, ya'ni birinchi o'rinda temasiga e'tibor berib olasiz. Undan keyin esa savolni yaxshi tushunishingiz kerak. Birinchi o'rinda savolni yaxshi tushunganingizdan keyin javobni topishingiz oson bo'ladi. Savolni to'g'ri tushunmasdan turib, variant belgilash bu umummaniga qoidaga ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun siz o'sha berilgan vaqtda asosan urg'uni mana shu 4 tami, 5 tami savolga yaxshilab e'tibor qaratib oling, nima so'ralyapti mendan. Va undan keyin variantlarga ko'z yugurtirib, variantda siz o'zingiz belgilab olsangiz bo'ladi. Misol uchun, highlight qilib kerakli so'zlarni bu yerda cut yoki bo'lmasam poor roads ni belgilab olsangiz bo'ladi. Changes a type of traffic ni belgilab olsangiz bo'ladi. Ya'ni variantlarda siz highlight qilasiz, savolni esa to'g'ri tushunasiz. Va eng zo'r, ya'ni bitta strategiyalardan eng zo'r usuli bu, siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu noto'g'ri variantlarni chiqarib tashlashingiz, ya'ni sizga kerak bo'lmagan variantlarni chiqarib tashlashingiz kerak bo'ladi. Mana bu to'g'ri variantni topishning eng oson usuli hisoblanadi. Misol uchun, sizda qanaqadir listening aytadigan bo'lsa, siz birinchi savolni to'g'ri tushunib oldingiz, variantlarga ko'z yugurtirib chiqdingiz, qaysidir variantni but yoki however, I'm not sure kabi gaplarni aytib inkor qildimi, demak o'sha variantni sirazi chiqarib tashlaysiz va sizda ikkita variant qoladi. Ikkita variantda yana bitta qaysidir fikriga qo'shilmasa yoki uni ham inkor qilsa, u variantni ham chiqarib tashlaysiz va oxirida to'g'ridan to'g'ri sizda bitta to'g'ri variant qoladi. Shuning uchun juda ham e'tiborli bo'lishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda savolni to'g'ri tushunishga va variantlardagi kerakli so'zlarni highlight qilib borishingiz kerak bo'ladi. Ana endi esa birgalikda aynan ushbu multiple choice ni ishlab ko'ramiz. Men sizga hozir ishlab ko'rsatib beraman. Yaxshilab diqqat bilan e'tibor qaratib turing. Birinchi o'rinda aytganimda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu local council report on traffic and highways, ya'ni aynan mana shu traffic va highwaydagi local councillarning reporti haqida listening eshitar ekanmiz. Birinchi o'rinda 11-savolga e'tiborimizni qaratamiz. A survey found people's main concern about traffic in the area was, ya'ni o'sha izlanishlar shuni ko'rsatar ekanki, odamlarning asosiy muammosi, ya'ni o'sha joydagi trafik haqida bu mana shu narsa ekan. Ya'ni o'sha odamlarning muammosi, asosiy main concern nima? Ya'ni asosiy muammo, asosiy ular o'sha jalb qilgan narsasi nima? A variantimizda bizda kelyapti cuts to public transport, ya'ni public transportlarni cut qilish, ya'ni kamaytirish. B variantimizda esa poor maintenance of roads, ya'ni yo'llarning yomonligi, yomon ta'mirdaligi. C esa changes in the type of traffic, ya'ni trafikni turlarining o'zgarishi. Aynan qaysi biri bu o'sha odamlardagi main concern hisoblanadi. Hozir listeningni eshitib, birgalikda to'g'ri javob topishga harakat qilamiz. You will hear a town councillor reporting on the local transport network and a recreation facility. Birinchi o'rinda aytadi, siz nima haqida listening eshitmoqchiligingizni buni yaxshi bilasiz. Undan keyin esa sizga biroz vaqt beradi. Look at the questions. You have some time to look at the questions. Ya'ni savollarni ko'rishing uchun senga biroz vaqt beramiz deydi. Va o'sha joyni hozir o'tkazib yuboraman, chunki biz savollarni ko'rib chiqdik. Transport in the town. Well, we now... Right, next on the agenda we have traffic and highways. Councillor Thornton. Thank you. Well, we now have the results of the survey carried out last month about traffic and road transport in the town. People were generally satisfied with the state of the roads. Bo'ldi.
bitta variantimiz chiqib ketdi. Qaysi variant? Bu variant bizda B variant chiqib ketadi. Nega? Chunki bu yerda bizda odamlarning main concern, asosiy problemasini, asosiy jalba qilgan narsasini so'rayapti. Lekin hozir bizda aytdiki, odamlarda o'sha bir ikkita jalbalari bor, muammolari bor. Lekin odamlar satisfied degani bu qoniqadi, ya'ni o'sha narsadan mamnun. Satisfied the roads, ya'ni yo'llardan qanoatlangan, qoniqadi. Demak, yo'llarda hech qanaqa muammosi yo'q degani. Demak, to'g'ridan-to'g'ri B variantimizni chiqarib tashlaymiz. Ko'rdingizmi? Endi esa bizda faqatgina ikkita variantimiz qoldi. There were one or two complaints about potholes, which will be addressed, but a significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles using our local roads to avoid traffic elsewhere. We'd expected more complaints by commuters about the reduction in the train service, but it doesn't seem to have affected people too much. Yana bitta variantimiz chiqib ketdi. Aytdi, juda ham ko'p odamlarda muammo bor dedi. Juda ham ko'p o'sha trafikni ko'payib ketganligida muammo bor. Ya'ni o'sha o'zgarishlar ko'p bo'lganligida muammo bor deb bizga javobimizni aytdi. C varianti. Va aytdiki, reduction degani bu cutga sinonim bo'ladi, ya'ni kamayish. Reduction juda ham ko'p sinonim ishlatadi. Reduction bu cutga sinonim bo'ldi, ya'ni kamayish. O'sha reduction haqida ham o'sha muammo bor edi va biz o'shani hal qilishni ham o'yladik, lekin biz o'ylaymizki, bu o'sha odamlardagi main concernga yechim bo'la olmaydi dedi va shu bilan bu ham chiqib ketadi. Demak, bu ham muammo emas, asosiy hal qilish kerak bo'lgan muammo emas. Shuning uchun A variantimiz ham chiqib ketib, to'g'ridan-to'g'ri javobimiz C variant bo'lib qoladi. Endi keyingisida weight change will shortly be made to the cycle path next to river. Ya'ni o'sha river yaqinidagi cycle pathda qanaqa bir kichik o'zgarish bo'ladi, deyapti. Ya'ni bo'lishi o'sha rejalashtirilyapti. Kichik bir o'zgarish. Qanaqa o'zgarish? A variantimizda it will be widened. Ya'ni ABC variantimizda A bilan B bir-biriga o'xshash, ko'pchilik o'sha adashadi. Widened bilan extended bir-biriga sinonim deb o'ylashadi. Yo'q, bular bir-biriga sinonim emas. Ikkalasi ham kengaytirmoq degan ma'noda, lekin widened bu asosan eniga kengaytirish, ya'ni kattalashtirish. Extended esa bu muddatini uzaytirish yoki uzunligiga uzun qilib uzaytirish degan ma'noda keladi. Resurfaces esa bu qayta joylashtirish, ya'ni o'sha cycle pathni yana qaytadan qurish haqida bo'lyapti. Ya'ni aynan mana shu ABC variantdan qaysi bir o'zgarish bo'lar ekan eshitamiz. People too much. The cycle path that runs alongside the river is very well used by both cyclists and pedestrians since the surface was improved last year. But overtaking can be a problem, so we're going to add a bit on the side to make it wider. Overtaking is a problem deyapti. Ya'ni sig'maydi ko'pchilik. Shu uchun ham wider qilmoqchimiz, kengaytirmoqchimiz. Demak, bu sig'masligi uning uzunligidan emas, bu sig'masligi uni o'sha kengligida muammo borligidan. Shuni bilsangiz bo'ladiki, to'g'ridan-to'g'ri javobingiz A bo'lishini. Yana oxirigacha eshitib qo'yamiz. Wider. At some stage, we'd like to extend the path so that it goes all the way through the town, but that won't be happening in the immediate future. Biz yana aytdi, extended qilish planimiz ham bor edi, dedi. Ya'ni o'sha uzun qilib riverni boshigacha qilib uzun qilish niyatimiz ham bor edi, lekin bu coming years, next years, ya'ni kelayotgan yillarda bo'ladi. Bu dedi, ya'ni rejada bor degan. Aynan hozir bu o'zgartirish kiritiladi degani emas. But deb buni ham inkor qilib ketdi. Shuning uchun ham B variantimiz chiqib ketadi. The plans to have a pedestrian crossing next to the post office bo'ldi. O'sha resurfacesni deyarli bizda aytmadi bu haqida. C variantimiz ham chiqib ketdi. To'g'ridan-to'g'ri javobimiz A bo'ladi. Ya'ni boshida aytib o'tib ketdi bizda. Endi keyingi savolga o'tib ketdi. Plans for a pedestrian crossing have been postponed because, ya'ni o'sha pedestrian crossing line, ya'ni zebra chizig'ini qurish haqidagi plan postponed, ya'ni kechikish degani, kechiktirilibdi. Because, chunki kechiktirilish sababi kerak bizga. A varianti post office has moved, ya'ni post office ko'chibdi boshqa joyga. B variantimizda proposed location is unsafe, ya'ni o'sha reja qilingan lokatsiya unsafe, ya'ni dangerous
dangerous, xavfli ekan, xavfsiz emas ekan. C esa funding is not available at present. Funding bu mablag' degani, mablag' hozirda not available, yo'q deyapti, mablag' yetishmaydi deyapti. Qani qaysi sabab ekanki bizda pedestrian crossing planimizni kechikishiga sabab nima? A, B, C. Eshitamiz. Crossing next to the post office have unfortunately had to be put on hold for the time being. Put on hold degani, ya'ni to'xtatildi, kechiktirildi, ya'ni postponedga sinonim bo'ladi. Buni yozib yodlab ketsangiz ham bo'ladi. We budgeted for this to be done this financial year. We budgeted dedi. We budgeted degani budget. We budgeted, ya'ni biz pul yig'gan edik. Bizda mablag' bor edi, mana shu yerlar deyapti. Demak, qaysi variant chiqib ketadi? C variantimiz chiqib ketadi. Bu C variantda pul mablag' yetarli emas hozir deyilgan edi. Lekin bu aytayaptiki, biz budgeted, ya'ni bizda mablag' yetarli edi. Biz pul topgan edik dedi. C variant chiqib ketdi. Demak, boshqa sabab bor ekan. Eshitamiz. To be done this financial year, but then there were rumours that the post office was going to move, which would have meant there wasn't really a need for a crossing. Now they've confirmed that they're staying where they are. Aha, post office dedi going to move, ko'chmoqchi edi dedi. Lekin hozir ular o'zini joyida dedi. Demak, ko'chmabdi. Lekin ular hozir o'zining joyida. Demak, ko'chmagan. To'g'ridan to'g'ri misol uchun oxirigacha eshitmasak ham to'g'ridan to'g'ri javobimiz B. Chunki A variantni ham, C variantni ham chiqarib tashladik, aytib o'tib ketdi. Chunki noto'g'ri u variantlar B. Va eshitib qo'yamiz oxirigacha. But the Highways Department have told us that it would be dangerous to have a pedestrian crossing. Bo'ldi, javobimiz yetdi. Dangerous, ya'ni o'sha joy dangerous bo'lishi mumkin pedestrian crossingni qurish uchun. Ya'ni dangerous bu xavfli degani va u unsafe ga sinonim bo'ladi. Unsafe bu xavfsiz, nima desam ekan? Safe bu xavfsiz degani, unsafe esa xavfsiz emas, ya'ni xavfli degani. Dangerous ham bu xavfli degani, ikkalasi bir-biriga sinonim bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri javobimiz B. Keyingi 14-savolimizni ko'ramiz. On the station road, notice have been erected. Ya'ni noticelar o'sha station roadda notice qo'yilgan ekan. Nima deb bilasiz? Mana shu narsani qilish mumkin emas, bu narsani qilmang deb katta bir plakatga yozib qo'yishadi. Aynan o'sha narsada nima notice qilingan. A variantimizda telling cyclists not to leave their bikes outside the station ticket office. Ya'ni o'sha ticket ofisimizda tashqarisida velosipedchilar velosipedini qo'yib ketmasin deb yozib qo'yilgan ekan. B variantimizda asking motorists to switch off engines when waiting at the level crossing. Ya'ni o'sha motoristlardan so'ralgan ekanki, o'sha crossing bo'layotgan paytni kutib turganingizda enjinlaringni, ya'ni o'chirib qo'yinglar chirog'inglarni deb yozilgan ekan. Warning pedestrians to leave enough time when crossing the railway line. Ya'ni o'sha cross qilayotgan odamlarga qancha vaqt qolganligini yozib eslatib qo'yilgan ekan. Qani qaysi biri haqida gap ketar ekan, eshitamiz. To have a pedestrian crossing where we'd originally planned it, as there's a bend in the road there, so that'll need some more thought. On Station Road, near the station and level crossing, drivers can face quite long waits if the level crossing's closed, and we've now got signs up requesting them not to leave their engines running at that time. This Qarang. Bizda requested qildik, ya'ni so'radikki not to leave engines deyapti. Oxirigacha eshitamiz. means pedestrians waiting on the pavement to cross the railway line don't have to breathe in car fumes. We've had some problems with cyclists leaving their bikes chained to the railings outside the ticket office, but the station has agreed to provide bike racks there. Aha, A variantda aytdi va shuningdek bizda deyapti, qanaqadir o'sha problema bor edi cyclistlar bilan birgalikda. O'sha cyclistlarni velosipedlarini qoldirib ketmaslik bo'yicha muammo bor edi, lekin dedi, o'sha ticket officedagilar aytibdiki, ular uchun отдельно bir baykini qoldiradigan joy qilib beramiz deb aytibdi. Demak, bu narsa aytilmagan. But deb buni ham inkor qildi. A variantimiz chiqib ketadi. You now have
Bo'ldi, уже tugadi. To'g'ri javobimiz to'g'ridan to'g'ri B variant bo'ladi. C variantni deyarli aytmadi, lekin bizda C variantni deyarli aytmagani uchun C variantni deyarli o'chirib tashlaymiz. Aytilmagan javob bo'la olmaydi. B variantni esa boshida bizda aytib o'tib ketdi. Ya'ni requested degani bu erected yozilgan, so'ralganki, o'sha motoristlardan injinlarini o'chirishni, o'chib qoldirishni so'ralgan deyilgan. Pedestrian C variantimizda bu yerda esa o'sha vaqtni aytib qo'yish haqida yozilgan deyilganda, lekin aytdiki, ular o'zlari bilan birgalikda produkt, parfyumlarni olib o'tish mumkin emas, olib o'tmasin deyildi. Umuman C variantga yaqin ham kelmaydi. Shu uchun variantni chiqarib tashlaymiz. To'g'ridan to'g'ri javobimiz B variant bo'ladi. Ko'rdingiz, aslida siz o'ylaganchalik qiyin emas, juda ham oson. Faqatgina to'g'ri yondashishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'zingiz ham bitta mana shunaqa multiple choice savol turini tanlang va audiosini topib, xuddi men ko'rsatgandek qilib, birinchi savollarini tushunib, variantda kerakli bo'lgan joylarini highlight qilib so'zlarini va eshitib audioni noto'g'ri variantni chiqarib tashlab, to'g'ri variantni qoldirib ishlashga harakat qiling va oxirida javoblaringizni tekshirib ko'ring. Dars foydali bo'lgan bo'lsa, reaksiya qilib qo'yish yodingizdan chiqmasin va yana qaysi mavzuda video darsga qilib berishni xohlasangiz, o'sha mavzuni yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.